Xo'p, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Biz navbatdagi mock testimizni birgalikda ishlab ketamiz. Ham sizlar bilan birgalikda tahlil qilib ketamiz. Xo'p, diqqatni e'tibor beramiz. Navbatdagi mockimiz, agar bu mock testni qog'oz varianti kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga yuklab qo'yamiz. O'sha yerdan olib foydalanishingiz mumkin. Xo'p, demak, birinchi savolga qaraymiz. X bilan Y qanaqa sonlar deyilgan? Natural sonlar deyilgan. Natural son degan sanoqda ishlatiladigan son. X plus Y qiymati 19 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ko'paytmasi degan, ya'ni mana bu X, Y ikkita noma'lum ko'paytmasi eng ko'pi bilan eng kattasi bilan nechaga teng bo'ladi degan shart qo'yilgan, to'g'rimi? Hop, xulosa. Ko'paytma eng katta bo'lishi uchun, ya'ni ko'paytma eng katta bo'lishi uchun bir-biriga yaqin sonlar bo'lishi kerak, X va Y. Yaxshi. Ya'ni mana bu X bilan Y orasini minimallashtirish kerak. To'g'rimi? Eng kichkinasi bor, kichkinasi zo'r. To'g'ri, bu prinsip, ya'ni yondashish. X o'rniga necha oling? 10, Y o'rniga 9. Xolasizlar almashtirib olinglar. Hech qanaqa ahamiyati yo'q. Ya'ni orasidagi qiymat minimallashsa bo'ldi, ayirgan vaqtimizda. Demak, ikkalasiniki 9 kar 10 bo'lib qoladimi? Natija nima bo'ladi? 90. Endi kimlargadir misol uchun bunaqa g'oya kelmasligi mumkin. Ya'ni minimallashtirish va hokazo. Son tanlab ko'radi, nima qiladi? 11 ga 8 da oladi. Xo'p, 9 ga 10 da tekshirib ko'radi. Yo bo'lmasa 12 ga 7 da bir-biriga ko'paytirib chiqsa, baribir eng katta qiymat nima chiqaradi? 90 chiqaradi. Bormi shunaqa javob? Siz javobni turibdi. Ketdik, pastga tushdik. Ikkinchi misol, oddiy kasr bu. Nimani his qilasizlar ko'rgan vaqtda kasrda? 10 plus 1 yoki mana 11 minus 1 deb olsak. Yo'q, Jaloliddin. Kvadratga oshib ketadi. Ikkalasida nima bor? 10. Olib chiqib ketaman. 10 ketdi ko'chaga. Ko'paytirgan. Nima qoldi joyida? 10 plus 1. Qo'shsam 11. 11. Ko'paytirilgan. Keyingisidan 12 ni olib chiqib ketaman. 12 ko'paytirilgan 13 bo'lib qoladimi? Ko'paytirilgan. Keyingisi nuqta davom etaveradi bu. Pastga tushyapti. Pastida nima bor? 11 ko'paytirilgan. 12. 12 bor. Ko'paytirilgan. 12, keyingisi 13 bormi? 13 ko'paytirilgan. 14 nuqta ketadimi? Bosh bunda nima chiqadi? 98 ko'paytirilgan 99 pastida 99 chiqib ketdi. Ko'paytirilgan 100. To'g'rimi? Ketdi. 1 2 2 3 4 5. Hammasi qisqarib ketadi. Yana nima qildi? Boshi oxiri qoldi. Demak 10 taqsim ko'rinadi bu joy. 10 taqsim 100 ekan. Qisqarib ketsa, natija nima bo'ladi? 1 taqsim 10 bo'ladi. Bormi shunaqa javob? Bor. Qaysi javobda? Ha, javobda. Xo'p, ketdik, pastga tushdik. Keyingisida, uchinchisi. 2 ni x darajasi a ga teng, 3 ni x darajasi b ga teng. 18 darajasi x ni a va b orqali ifodalab bering degan. Nima qilaman hozir? Ya'ni men 18 ni ko'paytirib ketdik, to'g'ridan-to'g'ri. Necha kara necha? 9 kara 2 masalan. 2 kara 3 ning kvadrati deng. To'g'rimi? To'g'ridan-to'g'ri. Darajasi nima bor? X bor. 2 ni o'rniga nima qo'ygan? X o'rniga a qo'yamiz. Xo'p, mana bu x har biriga tegishli. To'g'rimi? Birinchisi 2 ning x darajasi ko'paytirilgan, 3 ning x darajasi tashqarisida kvadrat bor. Ko'paytirsam keladi shunasi. 2 ning x darajasi o'rniga a qo'yaman, ko'paytirilgan. Buni o'rniga b ning kvadratini qo'yaman. Misol tayyormi? Bo'ldi, bormi? A kvadrat c javob. Qaysi javob? C javob. Tushundingmi? Shunaqa yechim qo'ysa bo'ladi. Yaxshi yozib oldik.